Assalomu alaykum. Xonoboddagi ishlarimizni ko'rsatib borayotdik. Bu yerda to'pli polini tugatdik. Mana boshlanganini qo'ydim. Leshinsalaridan boshlab to'pli polni qildik. Sababi oyoq kirganda oyoqlar isib tursin deb ana qildi. Juda yaxshi deb. Bu yoq уже bo'lmaydigan bo'lgan. Konduktorlarni ham ko'rsatib o'taman. Bugun pisok to'ktirib qo'ygan, ustalar gaplashib qo'ygan. Bugun betonini qo'yadi tepasiga. Kollektorlarimiz ham eng ekonomичный, eng ixcham, eng kompaktniy, eng kerakli narsalar qo'yilib qilingan. Bitta manometr olib qo'ysak, bu yerda ish tugaydi.